Assalamualaikum. Benim ismim Mahmudcan. Bolu şehir Künesnaya Olmalık yasıda oturman. Yurtdagi turnada sonlu bilkan atalmış terliş merkezinde kıyılırken tuqqanlarının qarindoshlarının ustidan guvohlik berman. Mening bir o'g'lim Imron. Bu 2017-yil 6 ayning bosh og'irligida kirib ketgan, onda hech bir xabar yo'q. Mening bir singlim Qamban Satursun, onimi kirib ketganga 2017 7-ayninki 28 kuni kirib ketgan, ondan bir xabar yo'q. Boshqa qarindoshlarimiz ama ana shunday lagerlarda so'linayotgan ishlar ustidan shikoyat qilaman. Shularniki tezdan shu kamplardan chiqishini umid qilaman. Shu munosabat bilan vatanimiz Sharq Turkistondagi qiynayotgan qarindoshlarniki kamplardan chiqib ketishini tilayman. O vatan o Xitoyning emas, dunyo haqlari, inson haqlari tashkilotlari bilib qolsin, o vatan Uyg'ur millatining vatani, Xitoy kommunistlar vatanidan chiqib ketsin. Mening aytgan gapim shu.